Hammaga salom bo'ladi. Sizlar bilan men Zolikjon. Bugun juda ko'p kishi Xiaomi dunyoni ko'rar ekan. Bugun yana 3-faslini olamiz. Shaxsan o'zim, yonimda jo'ram, jigarim, shaxsiy do'stim o'tiribdi. Foto videoni qilib ketdi bolalar. Qanday o'ynar ekanman. O'ynamaganman 500 yillar ketdi. Hazil. 5 oy bo'ldi. Nima? Aytintir. Ovozingni bilib qolsa obunachilar. Yoki jo'ralarimiz. Shunchani ko'rasizlar, obuna bo'lmishlar bular. Bu endi obuna bo'lmaganlarda ichida qarg'ab o'tiradi, menga aytib o'tiradi. Obuna bo'linglar, bo'lmasa bu o'lib qoladi. Ha, rostdan bolalar. Bu rostdan gap to'g'ri. Obuna bo'lmaganlar juda ko'p shortlarimda juda ko'p short chiqaraman. Bitta shortsimda avvalgi kanalimiz kimi nomini ko'rsatganman. Endi o'shanda bola nima desa bo'ladi? O'shanda juda kam obunachi bo'lgan. Hozir ham uncha oshmagan, faqat 13 tagina obunachim bor. Hozir 385 ga chiqdik. Shuncha iltimos, bolalar kanalga obuna bo'linglar. Men ham shunchalik ko'p sifatli videolar olishga anchagina qiynalaman. Arshi jo'ramning kanaliga ham obuna bo'lib qo'yasizlar. Al yaqinda. Nomini esa nima qo'yamiz jo'ra? Nomini Roblox Uz 2015. Roblox Uz 2015. Yozda chiqadi bu akkaunt. Ha, yozda. Chiqsa chiqadi, chiqmasa chiqmaydi bolalar. Ko'rasizlar-da. Men ham ko'rib turaman. Ha, bolalar, yana Xiaomi dunyoning 4-chi qismini ko'rmoqchi bo'lganlar kommentda yozib qoldiringlar. To'g'rimi, jo'ra? Agar sizlar Baxriddinga 10 ta like yozsalaring, u Poppy o'yinini o'ynaydi. Ha, rostdan Poppy o'yinini men faqat YouTube'da ko'rganman, o'zim bir marta o'ynaganman, boshqa o'ynaganman. O'ynaydi, shaxsan o'zim tortib beraman shu o'yinni. Ha, yana biz bitta modli eski versiyani topib oldik. Lekin hozircha men qachon YouTube kanalim boshqa telefonga o'tadi. Boshqa telefonga o'tgandan keyin esa men shaxsan o'sha super popper qotmaydigan o'yinlarni bemalol o'ynayman, hammasi. Chunki o'sha telefon hozircha eskili o'yin uchun ko'p o'yinlar qotadi, shuning uchun. Hozir biz yana 3000 ballgacha chiqdik bu joyda. Aya o'tirmay turing. Bu jonli stream. Bolalar shu bilan 399 gacha chiqdim. Men va'da berganimda 399. Video qisqa bo'lgani uchun uzr, o'zi 2 daqiqalik video bo'lyapti. Mayli, boshqa narsa ham qo'yasiz videoga. Masalan, yana nima o'yin o'ynasak bo'ladi? Masalan, alfa versiyada videolar bo'ladi. Alfa versiyada. Ana kiryapmiz. Ketdik bolalar. Ketdi, let's go. Kelib olyapmiz. Video qisqa bo'lgani uchun alfa versiyani ham qo'shdim. Alfa o'ynaysizlar. Kirib oldik, play'da bosamiz. Yana qaysi setda o'ynaymiz? 6 oldimi yoki 9 mi ayt. Bos. 9 ni bosaymi? 9. Ha, 9 ni bos. 999 sonini aytyapsiz jo'ra. Bilmaganlar uchun. 999. Aynan yozda kanal chiqsa, shu qishloq setlarini o'zim chiqaraman. Yana biz bolalar bitta o'yin o'ynaymiz. Mana shaqdan kirib oldik. Buron bilan biz nima deb atalardi nomini jo'ra? Nima? Bittasi quvlardi, bittasi qochardi. Nomi nima deb? Ana o'yini. Qulluq motoq. Yo. Nima deylardi? Dream bilan Darkwives qilgandik-ku. Ha, orqasidan quvlaydi ular. Orqasidan quvlaydi, u makkurlar qiladi. Ha, bo'lmasa biz o'shaga stream qilamiz. Eski versiyalarni qara, uylar chiroyli bo'lgan. Yangi versiyasi xunuk bo'lib ketgan. Hozir biz survival qilamiz. Ha, yana men bitta narsa bildim. Eski versiyalar faqat sizlarga ko'rsataman. O'sha survival qilsam juda ko'p vaqt ketib qoladi. Mana bu 9 setida mana yerda ham uy bo'lishi kerak edi. Faqat eskisi bo'lgani uchun zil qo'ygan uylar. Ko'p uylar. Masalan, bu versiyada piramidalar yo'q. Mana yerda ikkita shitil qorong'ulik zulmat haqida gapirishyapti. Yaxshi qolinglar jigarlar. Versiyamni mana tepada ko'rishingiz mumkin. Haqiqiy alfa versiya. Hatto sakrash tugmasi ham yo'q. O'tirishdi? Ha, o'tirish deganim. Yana jo'ralar, men bitta post qo'yganman. Bitta postlar qo'yganman. O'sha postlarimda bittasini ko'rsatganman. Shu eski versiyalardagi yangi versiya bilan eski versiyadagi postlar bir xil ko'rinadi.
o'zgarish yo'q. Ha. Yana bolalar sizlarga FPS o'ynashni tavsiya qilaman. Qoningiz umuman ochmaydi. Joningiz kiysa aynan ana u bo'ladi. Agar joningiz kelsa bitta ovqat sizlarda to'lib qoladi jonlaringiz. Mana shu taraf yaxshida. Просто yuguraversa, alfa versiya zo'r ekan. Biz alfa versiyada hali juda ko'p ishlar qilamiz. Agar kanalimizga ko'proq obunachi kelsa, men 100 ta obunachi kelsa, men shaxsan jo'ram taklif qilaman. Bilmasan, men 100 ta obunachini qila olasizlarmi, qila olmaysizlarmi? Bu endi o'zingizlarga bog'liq. Mana bizda prezident qo'yilgan va olma bor. Va urug'. Urug'lar yangisi bilan bir xil-ku. Odamlar yangilashdan xayoliga keltirishmaydi. Chunki endi Rostaning eski joyi qara, ancha jumli ham eskiligi bu. Artizan qara. Rosta ham eski. Lekin sindirman bo'lmaydi. Qonda. Olmagingiz umuman dizayn bermagan, yangi versiyada odamlar. Olmalarga dizayn bermaydi. O'linglari hech bo'lmasa olmaga dizayn berishmagan-da bola. Qarang, olmalarni qarang. Yangi versiya bilan bir boshqa. Shunaqa ham bo'ladimi? Mana uyni qara. Halatligini. Shunda o'zi-ku. Faqat ichidagi choy damlashda yangi versiyalarga qo'ygan. O'lingni chopadigan. Yangi bilasanmi jo'ra? Qara. Yangi versiyada mana ular quldirib qo'yar. Hozir olib tashla. Qanday? Rachka. Bu yana qishloqda faqat 3 xil jitel turi bor-da. 3 xil. Oddiy malla jitel, fartuq taqqan jitel va siyohrang jitel bor. Yana oq jitel ham bor, 4 ta ekan. Adashib ketdi. Qani bola sizlarga jonimni yo'q qilib ko'rsatib beraman. Men jonim ketdi, lekin mana agar olmaysan, jonim to'la, просто to'la. Buni ishtoни bor. Ishtonim bor, ishtonim, oppo'g'oyda ishtonim. Bola shu bilan tugaydi video. Bola hozir biz aldadi, tugamaydi. Ishtonim bor, mana turgan narsa eski versiyalarda faqat shunaqa ko'rish bo'lgan. Yuzimizni ko'ra olmaymiz. Nima biz yuzimiz qotillarga o'xshaydi, ko'ra olmaymiz. Shu bilan video tugadi.